Keyingi mashqimiz esa oyoqlar yana yelka kengligida. Har doim mashqlarni bajarganda nafas to'g'ri olinishi kerak. Chunki yog'lar faqatgina kislorod ta'sirida parchalanadi. Oddiy kimyani tushunadigan odamga aytsangiz ham, xuddiki siz mashq bajaryapsiz, lekin uni yog'ni yoquvchi gugurtni chaqmasangiz, u foyda bermaydi. Ya'ni ayniqsa ozmoqchi bo'lgan insonlarda. Palkani ko'taramiz. Ko'targan holatda yuzta yelkamizni pastki qismigacha tushiramiz. Nafas olib, chiqarib. Xuddi shu holatda yuzta. Sekin-sekin buni ham bajara olmaydigan insonlarimizda bu yergacha yoki bu yergacha kelishi mumkin, lekin mana tushish holati, qorin tortilgan holatda. Birinchi boshda ozib 30 kilogacha vazn tashlaganimda uyda xuddi shunaqa mashqlarni bajarib ozib borganman. Endilikda esa muskullarni, ya'ni ozib bo'lib, ancha yillar davomida sportning aerobika turlari, mana shunaqa uydagi mashqlar bilan ozib, endilikda og'ir toshlarga o'tganman. Chunki qomat o'zini, ya'ni yasalish, qotish, muskullar o'sish holatiga keladi. Ana shu vaqtda og'ir toshlar bilan urg'u berish kerak. Faqatgina aerobika, raqslar, kardio mashqlari bilan shug'ullangan insonda muskul o'smaydi. Ya'ni biz muskul massamizni borgan sari yo'qotib, yog' massa qolib ketadi. Nima uchun men doimiy aerobika yoki har xil sport turi bilan shug'ullanaman, lekin menda yog'larim qolgan, shuncha raqs bajaraman, shuncha mashq bajaraman, lekin mendagi yog'lar turibdi. Nima uchun deydigan insonlar, siz bitta narsani to'g'ri tushuning, ayniqsa ayollarimiz. Sizdagi yog'lar erishi uchun, ya'ni yog'ni ishga solish uchun biz muskullarimizni o'stirishimiz kerak. Bu uchun haftada 3 marta baribir og'ir toshlar bilan, uyingizda og'ir tosh bo'lmasa, oddiy baklashkadagi suvlar bilan mashqni bajarishingiz kerak. Shundagina muskul o'sadi va zaxiradagi yog'lar ishlatiladi. Faqat yugurish, raqsga tushish, bunda sizdagi zaxiradagi yog'lardan ko'ra ko'proq muskul massangizni, ya'ni muskullaringizni yo'qotib qo'yasiz. Bu ikkita mashqni, ya'ni yelkangizni to'g'rilab, orqa qismidagi yog'larni eritish uchun eng effektivni mashqni 1 oy davomida bajarib ko'rib va natijasini bizning kommentariyada yozib qoldiring. Bundan ham qiziqarli mashqlar, kerakli bo'lgan foydali ma'lumotlar kerak bo'lsa, sahifamizga obuna bo'ling.